Avtohalokatga uchradi. Oyog'ini kesishga majbur bo'ldi. Beruniy.net taqdim etadi. Salim mana. O'yinchoq senga yoqdimi? O'yinchoqlaringni o'ynayapsanmi? Oyi, Ha, qizim. qachongacha sabr qilasiz buni? Qulog'ini qarang. Sekinroq gapir. Kelin eshitib qoladi. Oyimga ko'rsating. Ishlar. Opa, meni hayotimga aralashmang. Yaxshi dam oling, oyi. Qizim, yaxshi ish qilmayapsan. Sizlar gapirmasanglar, unda o'zim gaplashaman. Hey, shoshma. To'xta. Opajon, choy damlab bo'ldim. Menga qara. Bu uydan qachon chiqib ketasan? Senga o'xshagan tug'maydigan kelin kerak emas. Tushundingmi? Yo'q. Qolmadi chora seni topmay bechora yuragim pora bo'ldi sevgimiz gumonlarida o'zganing yolg'onlarida orzular qora bo'ldi yig'lama yurak qiynama yurak o'zingni ham meni ham o'yla yurak umidim so'nmoqda vücudum yormoqda yana sen qiynama yurak nega meni unutding nega meni unutding axir seni sevardim nega meni unutding nega meni unutding axir seni sevardim nega unutding nega ko'z yoshim toma dard chekib yona muhabbat bora so'ndi izladim ko'zlaringni topmadim izlaringni yuragim sensizlikka ko'ndi yig'lama yurak qiynama yurak o'zingni ham meni ham o'yla yurak umidim so'nmoqda vücudum yormoqda yana sen qiynama yurak nega meni unutding nega meni unutding axir seni sevardim nega meni unutding nega meni unutding axir seni sevardim nega unutding nega Beruniy.net Yaxshimisan? Siz bilan gaplashmayman. Nimaga? Uchrashuvga chiqdingiz. Yo'q, u uchrashuv emas. Aldamang. U ish bo'yicha edi. Qiz so'qsang ismini Sevara qo'yamiz. Yo'q, u ismni o'lgida yomon ko'raman. Xo'p, nima ism qo'yamiz? Qiz bo'lsa Muslima qo'yamiz. Xo'p. O'g'il bo'lsa Abdulloh qo'ying. Xo'p, yaxshi.